Hürmetli vatandaş emlakçımızı davamlaştırırız. Endeki mavzumunda Prezident Trump Amerika Çavuşen'e kural işiltişke bütünley tayyorlanıp boldu dep görsetdi mavzulu haber. 9. ayının 27. günü Cumhur Nazar torbetide ilan kılın. Haber mındak başlar. Yukarıda dedik biz Çavuşen'in Taşkı İşler Ministeri Ri Yong-hong Amerika Çavuşen'e uruş ilan kıldı dedi. Kendili Aksaray bayanat ilan kılıp bu bimane bir sepsete. Amerika Çavuşen uruş kılgını yok dedi Aksaray. Şu iki haberini yukarıda görüp ettik. Endi üçüncü haberinin mavzusu Prezident Trump Amerika Çavuşen'e kural işiltişke bütünley tayyorlanıp boldu dep görsetdi mavzulu haber. 9. ayının 27. günü Cumhur Nazar torbetide ilan kılın. Haber mındak başlar. Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Trump mundaq ko'rsatdi. Amerika Çavuşen'e kural ishlatishga butunlay tayyorlanib bo'ldi. Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Trump mundaq ko'rsatdi. Takrorlaymiz vatandoshimiz. Amerika Çavuşen'e kural ishlatishga butunlay tayyorlanib bo'ldi. Şundaqla Prezident Trump'ның rəhbərligidəki məmuriyyət Çavuşen'nin yadro raketasını qilish fəaliyyətləri qarta yeni embargo yürgüzüş tədbirini ilan qıldı. Prezident Trump mundaq göstərdi. Biz ikinci bir xil tanlaşqa bütünlay tayyorlanıb bolduq. Biz ikinci bir xil tanlaşqa bütünlay tayyorlanıb bolduq. Gerçi bu tallaş gaybi tallaş bolması mı? Lekin biz qaysi tallaşdan faydalanmaydı, onun hemmisi bitçit qilish karakterlik. Deydi. Gerçi bu tallaş gaybi tallaş bolması mı? Lekin biz qaysi tallaşdan faydalanmaydı, onun hemmisi bitçit qilish karakterlikdir. Ben sizlerge şunu aytib qo'yaylik ki, tallaşlarımız bitçit qilish karakterli. Ahırda Prezident Trump yan nima dedi? Men sizlarga şunu aytib qo'yaylik ki, Çavuşen meselesi biz qo'shdik bu gapni, Çavuşen meselesi degan gapni biz qo'shdik. Çavuşen meselesida tallaşlarımız bitçit qilish karakterli. Haftanın 2. günü İspanya'nın veziri bilen birlikte muhbirlarni kutib olish yig'inida Prezident Trump bunda ko'rsatdi. Çavuşen'nin tasavvur qilg'ili bo'lmaydigan hayotlikni badal qilib to'lash hisobiga dunyoga tahdid solishiga yo'l qo'yg'ili bo'lmaydi. Prezident Trump nima dedi? Çavuşen'nin tasavvur qilg'ili bo'lmaydigan hayotlikni badal qilib to'lash hisobiga yoki o'lim yetim hisobiga dunyoga tahdid solishga yo'l qo'yg'ili bo'lmaydi. Demek benim şu cümlelerden vaziyetini endi yana başka görümüz vatandaşım. Prezident Trump insanperver ve Cumhur Katarlık devletlerinin Çavuşen'ni yetim kaldırış siyasi yürgüzgenliğine rahmet etti. Prezident Trump Aksaray'da güllük işçidi mındak dedi. Güllük bağışı işçidi mındak dedi. Barlık devletler hareket kilip Çavuşen yerim arlını bütünley yadrosuzlaştırışını kapaletke ega qilishimiz kerak. Bütünley yadrosuzlaştırışını kapaletke ega qilishimiz kerak. Haftanın 2. günü Çavuşen paydo qilgan yadro türleri, yani yadro xillari raketa odrot bombası degandek. Den kelib chiqqan o'zliksiz o'rlayotgan vaziyatga ergashib Prezident Trump Memuriyeti, Prezident Trump memuriyeti 10 yürüyüş Çavuşen Bankasıga 26 nefer yukarı derecelik banka əməldarlarına embargo yürgüzdü. Prezident Trump bundaq görsətdi. Men yakında bu kanunsuz hakimiyet, yani Çavuşen bilen soda bardı keldi qılıbatqan şəxsiylər ve şirketlerini yeni qattiq cezalaş doğrusidagi hücciyetini tasdiqladi. Cumhurning yaqinda qo'llangan Çavuşen bilan savdo qilishni cheklash to'g'risidagi harakatlarni qarshi olamiz.
Yangi embargo yol qo'yilgan bir paytda Amerika Qo'shma Shtatlarining yuqori darajali generali mundaq ko'rsatdi. Bu davlat Chavshan taraqqiy qildirayotgan raketa va yadro xillari paydo qilgan zo'r darajali tahdidni nazarga olganda Chavshan hozir Amerikaga intayin zo'r tahdid paydo qildi. Amerika Qo'shma Shtatlari Birleşmiş Ştabining raisi general Danford haftaning 2 kuni Amerika Qo'shma Shtat Davlat Majlisi Kengash palatasi Harbiy ishlar komitetining guvohlik berish yig'inida mundaq dedi. Navbatdagi jiddilik tuyg'usidan aytganda Chavshan haqiqatan intayin zo'r tahdid paydo qildi. Danford efendi, General Danford deydi. Tahdid nuqtasidan aytganda yoki jiddilik tuyg'usidan aytganda Chavshan haqiqatan intayin zo'r tahdid paydo qildi. O yana mundaq ko'rsatdi. Umumyuzlik harbiy iqtidor jihatidan aytganda Rossiya navbatda Amerikaga zo'r tahdid deb hisoblayman. Umumyuzlik harbiy iqtidor jihatidan aytganda Rossiya navbatda Amerikaga zo'r tahdid deb hisoblaymiz. Lekin 10 yilga yetmagan vaqt ichida umumyuzlik harbiy iqtidor jihatda Amerikaga zo'r tahdid paydo qildigan bu Jungo'dir. Yani deydi, 10 yilga yetmagan vaqt ichida Jungo umumyuzlik harbiy iqtidor jihatda Amerikaga zo'r tahdid paydo qildi. 10 yilgacha endi saqlab turishimiz kerakmi? Danford efendim yoki boshqa bir tadbir bormi? Demak 10 yil ichida Xitoy ya Jungo hukumati Amerika Qo'shma Shtatlariga zo'r tahdid paydo qildi. General Danford yana mundaq ko'rsatdi. Gar Chavshanning tahdidi bilan vaziyatning jiddiyligi keskinlashgan bo'lsa-mu, lekin Chavshan harbiy o'rinlashtirishni texi o'zgartmadi. Yuqorida Koreya matbuotlari nima dedi? Hozir o dengiz bo'yidagi harbiy aeroplanlar yo'tkashga boshladi Chavshan dedi. Balki bu Chavshanning harbiy aeroplanlarini yo'tkayotganligini, tangishayotganligini Danford harbiy ishlardagi yo'tkalish deb hisoblanishi kerak.